9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mamlakatimizning barcha go'shalarida ajdodlar xotirasini yod etish, muqaddas qadamjolarni tartibga keltirish borasida keng ko'lamli xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Surxondaryo viloyatida ham bu boradagi tadbirlar o'zgacha shukuh bilan tashkil etildi. Bugun viloyat bosh imom xatibi Rasuljon domla Abdullayev boshchiligida barcha diniy soha xodimlari va ko'ngilli mahalliy aholi ishtirokida viloyatdagi barcha qabristonlar hamda muqaddas ziyoratgohlarda keng qamrovli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borildi. Tadbirda ziyoratgohlar tartibga keltirildi. Qabristonlar hududi turli chiqindilar va yovvoyi o'tlardan tozalandi. Obodonlashtirish jarayonida o'tganlar haqiga Qur'on tilovat qilinib, yurtimiz tinchligi va farovonligi uchun duolar qilindi. Ushbu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad yosh avlod qalbida ajdodlarimizdan qolgan boy ma'naviy merosga hurmat hissini uyg'otish hamda inson aziz, xotira muqaddas degan olijanob g'oyani jamiyatimizda yanada mustahkamlashdir. Surxon vohasining barcha tuman va shaharlarida bunday savobli amallar davom etmoqda.